başqa vaqtlarda yoki ishdan erib kelgan vaqtlarda vaymay chaqirtib saqlab o'tirganning o'rnida 10 minut tayyor qilib bo'lgan jogamyen, ya'ni qurg'oq aralashma cho'p qilish usulini olib keldim. Faqat qiyamini tanshab cho'pni pishirishdan iborat 2 lan bosqich ketadi. Ems bu qanday tayyorlaymizki, oxirigacha ko'rib birlikda dinaylik. Eng oldi bilan birinchi bosqich qiyamni tanshib olamiz. Bir qachaga cho'ng ustamning kunjut xasin qiyamdan muvofiq miqdorda selib olamiz. Buningdan boshqa bir qo'shiqdan lovcho, shungcho, kunjut meydini qo'yib olamiz. Ushaq chanib olgan samsaqdimi ko'proq selib olamiz. Azroq tuz, cho'ng ustamning jijinsidimi kichikkin tashlab etamiz. Uningdan boshqa azroq oqmush, uyda atgan lazning yig'inroq qilib 2 qo'shiq selib atgandan keyin muvofiq miqdorda qaynoq suv qo'yib yaxshi aralashtirib qiyamimizni tanshib olamiz. Qo'shimcha materiallarga o'zimiz yaxshi ko'rib yeydigan chilg'an saylarni tayyorlab olsak bo'ldi. Uningdan boshqa azroq xasin, shovsonlarni tayyorlab olamiz. Endi ikkinchi cho'ng bosqich cho'p pishirish bosqichiga keldik. Mushundek inchigarak kelgan cho'pdan tayyorlab olamiz. Cho'pni qaynagan suvga silib 3-4 minut qaynatib pishgandan keyin suzib elib suv ustidan o'tkazmayla aralashtirishga aplik bo'lgan cho'ngroq qachiq silib olamiz. Undan keyin cho'pni ustiga tayyor qilib olgan qiyam bilan tayyor qilib olgan ushaq materiallarimizni silib yaxshi bir aralashtirib atgandan keyin yeyishni boshlasak bo'ldi. Ko'ginalardek tayyorlash usuli shunchalik oddiy, lekin ta'm ajoyib yeyishlik bo'ldi. Sizlar oila etib bir sinab yiqinglar.